Men koreys tilini boshlagandagi xato va yutuqlarim. O'quv markaziga borishdan oldin mustaqil shug'ullanish. 100% yutug'im, chunki gruppada hammadan birinchi bo'lganman. Har doim hamma imtihonlarni baland topshirganman. O'qituvchi mavzu tushuntirsa, hammadan ko'ra tezroq yetib kelardi menga va men hamisha boshqa kursdoshlarimdan bir qadam oldinda bo'lardim. Birinchi topikimni koreys tilini boshlaganimdan keyin 9 oydan keyin olganman. Xatoim bo'lgan, chunki yaxshi ekspert va onlayn qo'shimcha kurslar bo'lganda men bu 9 oyni bemalol qisqartirsam bo'lardi. Men buni точно bilaman. Koreys tilini o'rganishni Sejong kitobidan boshlash. Bu meni yutug'im bo'lgan. Agar qo'limga boshqa kitob kelib qolganda, qiyinligidan koreys tilini tashlab ketishim mumkin edi va motivatsiyam ham katta ehtimol bilan tushib ketgan bo'lardi. Koreys tilini rus tilida o'rganish. Xato, lekin to'g'risi bu meni xatoim bo'lmagan o'sha vaqtda. Men rus tilida o'rganishga majbur bo'lganman, chunki o'zbek koreys tilida yaxshi professor yoki ustozlarni topish qiyin bo'lgan. Topik to'rgipli ustozda o'rganganman. Bu meni yutug'im bo'lgan. Ustozim to'rgipli domla bo'lgan bo'lsalar ham, ular Koreyaga borib kelgan, ancha yil o'sha yerda yashab kelgan bo'lganlari uchun o'zlarini tutishlari, stayllari, Koreya ifori urib turishi, u yoqdagi hamma shart-sharoitlarni aytib berishlari va eng muhimi aksentsiz gapirishlaridan men ham shu tomonga tortib ketganman. Men qilgan xatolarni siz ham qilmaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Hali sizga ataganlarim ko'p. Bye Koreya.